Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Java Gaming MC. Bugungi videoda biz imperiya quramiz. Ikkinchi qism do'stlar. Mana o'sha men o'tgan videoda men ikkita uy, keyin bitta tepa kichkinaroq qasr qurdim. Va bu safar bu yoqqa ferma qilaman. Ferma emas endi. Mana ferma bor. Bu yoqqa qo'ylarni olib kelib shunaqa mol boqgan joy. Hamma chiqaman, chiq. Chiq. Do'stlar, bugungi videoda teritoriyani sal katta qilamiz. Keyin teritoriyani sal katta qilgandan keyin do'stlar, biz hozir quradigan narsamiz mana bu yerda yana bitta uy bo'ladi. Xuddi mana shunga o'xshagan. Keyin bizga bozor kerak. O'sha mana do'stlar, bayrog'imizni ham qurdik. O'zbekiston bayrog'iga o'xshatib, mana o'xshaganmi yo'q do'stlar, kommentariyga yozib qo'yinglar. Va biz qurishni boshladik. Mana do'stlar, o'sha uyga qurib bo'lgan faqat poli bilan ichidagi krovat shunaqa narsalar qolib ketdi. Endi buni bir yarida qilamiz. Mana do'stlar, mana ustasimiz. Do'stlar, o'tgan videoda kommentariyani yopib qo'ygan edim. Bilmasdan yopib qo'ygan edim. Shuning uchun uzr so'rayman. Tashi yozaman, ikkita laykdan keyinligi, 8 ta laykdan keyin demoqchi edim, lekin kommentariyani yopib qo'ydim bilmagan holda. Va 8 ta layk yig'ildi bir kunda va men mana yana chiqaraman. Bo'ldi do'stlar, o'sha buyog'ini qurib bo'lgan. Endi krovat, tak, krovat bilan sandiq. Keyin esa verstak, keyin pechga kerak bo'ladi. Yaxshi. Mana do'stlar, mana shunaqasiga qurib chiqamiz hozir. Mana shu 4 ta tayyor. Keyin piyollariga ham keyin verstakdan bu yoqqa 3 ta, bu yoqqa 3 ta pechka. U ana zo'r. Bo'ldi, yetadi. Agar yomg'ir ovozi eshitilayotgan bo'lsa ahamiyat bermanglar do'stlar. Va mana o'sha qurib bo'ldim. Va yana ko'proq jitelar qo'yish kerak. Men bu ekan qurib qo'ydim. Mana shunday jitelar yetadi. Endi bu yerdan yo'l qilib, yana bitta yo'l qilamiz ama o'ylayapman-da shu. Yo'q qilmaymizmi o'sha? Davaychi yo'q qilmaymiz. Chunki mana bu yerda kod joylar bor mana. Mana shu joylarni ham olamiz, bizaniki bo'ladi. Mana shunda o'rib olamiz. Mana do'stlar, o'sha askarlar ham qo'yib chiqdim. Mana kamonchilar, askarlar hammasi bor. Bu bizani imperiyamizga pakay mana shu askarlar yetadi. Va endi biz nima qilamiz do'stlar? Hozir mana shu yerdan takoy yo'l qilamiz. Mana bitta ochamizda unda kattaroq qilamiz. Oldin yo'l olib keldik.
Chunki mana jitillar ko'payib ketdi askarlar bilan. Shuning uchun mana shu ular jangchilar ham oq kiyimda yuribdi. Bitta pillajer paydo bo'ldi. Yo'qdi, qo'rishdi ular. Qatdan paydo bo'ldi pillajer. Yaxshi. Mana trenirovka. Shu bilan hammani o'ldirib chiqyapti. Yaxshi, askarlar zo'r. Piyoz уже sekin bozor bo'lsa bozor qilmoqchi edim. Pillajer paydo bo'lyapti o'rtoqlar. Hamma xarib qayoqdan keldi? Уже mani odamlarim yaraldi va уже pillajerlar ham paydo bo'lishni boshlaydi. Mana askarlar qayoqdan chiqyapti degan savol bor-da. Bu yoqdan Nikaku chiqolmaslik. Qanaqasiga? Mayli. Och. Bo'ldi, endi mana zaborlarni olishga olib tashlaymiz hozir. Mana do'stlar, mana shunaqa qilib 3 qavat zabor, 3 ta blok qilib zabor qilib chiqoldim. Уже нормально. Mana shu bunaqa oddiy taxtali zaborlarning polni hammasi mana shunaqa qalin bo'ladi. Lekin bu videoda emas. Xo'sh, endi to'g'rilab qo'yaylik. Bunisiga tegmaymiz. Ana endi yaxshi. Endi mana chiqamiz, keyin bu yoqqa bozor qilamiz. Do'stlar, o'ylab qoldim, mana zabor bitta ko'tarildi, 4 qavatli qilib. Keyin bitta narsani o'ylab qoldim, hozir bizda armiya bor, lekin askarlarimiz bor, lekin armiya yo'q. Shuning uchun bu yerda armiya quraman. Boshiga normalniy kichkina armiya bo'ladi. Do'stlar, like, podpiskalarni, agar video yoqsa, like, podpiskalarni bosib tashlaylik. Yaqinda 50 ta bo'lamiz. 50 ta bo'lganimizdan keyin уже stream qilamiz, Free Fire o'ynaymiz. Hardcore 100 kun qilamiz Minecraft'ni. Yana Brawl Stars o'ynaymiz. Faqatgina 50 ta bo'lsa bo'ldi. Keyin yana undan ko'payib ketamiz. Do'stlar, yana bitta narsa, agar mana shu video давайте хотя бы 10 ta like yig'sa, keyingi qism chiqadi. Yoki 10 ta normalniy. Ну да, уже вообще такой нормальный bo'ldi deb o'ylayman. Nimadir bo'lsam yo'q. Ertalab qoraylik do'stlar. Men armiyani o'zi qilib bo'lganimdan keyin
videom yo'q. Mana do'stlar, bu yerda kamon tushadi, bu yerda urishadi kelar. Bo'ldi. Kichkinalik uchun shunaqa qilmadim. Keyin endi ikkalamabdan sekin o'rganadi narsani. Bo'tda kirgizadi shunaqa narsalar. Keyin mana bu yoqqa hozir kiyimlarni to'ldirib chiqish kerak. Bunaqa branerani. Voy baronim yomon ketdi. Yaxshi mana shu perioda. Mana shu bayroq bor edi. Mana shu tursin hozir olib ketadi o'rniga. O'zim kiyib oldim. Qanday ketdi. Oldu yeter. Oldu. Nihoyat bitta bo'ldi do'stlar. Eng qiyin yoqmaydigan narsalardan bittasi tugadi. Bo'ldi do'stlar, bu paka kichkina armiya. O'sha armiya bor. Уже bo'ldi normalniy. Boshqa hech narsa kerak emas. Do'stlar, yana bu yoqqa nima qilish kerakligini kommentariyada yozib qo'yinglar. Keyingi videoda bozor quramiz. Mana shundan bozor quramiz. Bu videoda vaqtimiz yetib qoldi. Shuning uchun do'stlar, bozordan boshqa narsa yozib qo'yinglar. Hammani kommentariyasini o'qiyman. Keyingi video do'stlar, boya aytganda 10 ta laykdan keyin chiqadi. Mana shu imperiyaning 3-qismi. Do'stlar, tez 50 ta bo'lsa do'stlar, tez 50 ta keyin stream qilamiz aytganimda. Mana o'sha normalniy qilib qurib oldim. Do'stlar, sizlar bilan Java Gaming. Keyingi videoda ko'rishguncha 10 ta like yig'inglar, keyingi qism chiqadi. Keyin do'stlar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yana bozordan tashqari nima qurishimni. Sizlar bilan Java Gaming. Keyingi videoda ko'rishguncha